Choy berasizlarmi? Ha, hozir. Mabodo Seni- keyingi safar Murod, nima qilsa, bu narsa menga to'xta. aytib Menga ber. Xo'p. Ey, o'zingni urintirib qo'ymagin ha. Bitta sizda xotin bor. Bu olamda faqat bitta sizda xotin. Xotinli to'kis. Gapirma. Ana romantika. Orif aka, choy damlashga yordam berib boring. Eng endi. Aka, Damlang endi. bu erli to'kis. Ha damlur o'zing. Bo'yim yetmayapti, quruq choy Ha, olish. boring siz ham, boring. Bor. Tabretga qo'yib olsang bo'lardi-yu. Yo'q, Ye. bor. Turinglar, shunday Tura qo'y, chiroyli tura qizlar qo'y. chaqiryapti sizlarni. Ey. Mana menga har doim gapirarding. Xotinlaringiz derding. Mana xotin qullari. Kim qul? Men qul emasman. Men shunday yordam berdim, 5 minutda mana qaytib keldim mana. Hamma narsada ham bunaqa tez emasman, to'g'ri? Lekin ulgurganimcha-da, ulgurganimcha. Ey, Murod. Qo'y choyni. Ajoyib Yes. sana. Ha. Uncha ko'p menga gapirsa. qara. Sen hozir buni urishyapsan. Biz hozir ketamiz, sen bu bilan qolasan. Silab qo'y. Kechir deb. Aytgancha aka, Ha? Gavayada aloha degan so'z ham salom, ham xayr degan Xayr. so'z ekan. Xo'sh. Xo'p, bu bilan Bu bilan- xayr ketinglar aloqa demoqchimisan? Qani qarang. Ketamiz. Nimaga bular xayr qilsa ketavermaymiz-ku? Mayli ketaylik, baribir yeyishga narsasi yo'q ekan. Choy ham endi keldi. Yo'q, o'tiringlar. Mana choy.